Arzon uylaringizdan bormi? Arzon variantda yana qanaqalari bor degan mijozlarimizga yana yaxshi variant chiqyapti ukalar. Jdanov Layli mahallani bilsanglar kerak. Yo'q, bilmaganlarga yana bitta orientir. Sergelidan bir 3-4 kilometr uzoqlikda joylashgan. Jdanov Layli mahalla. Layli mahallani ichiga kirganimizdan keyin dach o'tganimizda Yo'ldosh ota degan mahallaga kelganmiz. Mana shu keng, chiroyli mahalladan 3,5 sotuv Ulug'voyda joylashgan xonadon chiqyapti. Mana shu oldimizdagi xonadon. Oldida ko'ryapsizlar, огородlari ham bor, mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Bu yoqqa mashina qo'yish uchun mana naveslar qilib qo'ygan. Bemalol naveslar qilib, xohlasanglar oldalarini yopiladigan qilib olsanglar bo'ladi. Ulug'voy mana shu xonadonimizni mebellari bilan $79,000 sotuvga qo'yishdi. Xonadonni qaranglar, mana Ugulda joylashgan, zo'r joyda joylashgan. Ko'chasi ozgina shag'al, endi mana shu uy egalari qilishgan bo'ldi. Bitta tupik ko'cha ochilgan. To'g'rida bitta xonadon bor. Mana Ugulda mana shu bitta xonadonimiz $79,000 ga yangi qurilgan xonadon sotuvda. Olgan odam xudo xolisi maza qiladi. Ha, lokatsiyasi ham yomon emas. Bitta avtobusda tinmaydi ukalar. 156 avtobus Sergeli yarmarkaga to'g'ri boradi. Bismillah deb kiramiz, xonadonni ko'ramiz. Hovlini mana pastdan ko'ringlar. Zo'r qurilgan, oldiga katta panorama romlar o'rnatilgan. Xudo xolisa juda ham chiroyli ekan. Hozir ichkarilarini ham ko'ramiz. Bu asosiy binoyimiz ko'rinishi. O'ng tarafimizda bo'lsa, bu tarafda letniy oshxona uchun mana shunday zo'r qilib oshxona qurgan ekanlar. Xohlasanglar mana shuni bitirib zimniy oshxona qilsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar oldilarini yopib zo'r variant qilib olasizlar. Hovlining past tarafiga keladigan bo'lsa, bu tarafda bitta katta zal uchun fundament qo'yilgan. Yonida hovli uchun bitta hojatxonasi o'zini. Mana past tarafda огородlarni ko'ryapsizlar. Mana shu ozgina gul-pulli ekib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bitta oilaga zo'r xonadon ekan, 3,5 sotuv Ulug'voy. Endi xudo xolisi ichkariga remontlarni ko'ramiz. Mebellari ham yangi ekan, ukalar. Xudo xolisi maza qiladi odam. Sharoitlariga gap bor. Svet, suv, gaz, Wi-Fi hammasi bor ekan. Bismillah deb kiramiz. Qaranglar. Va remontlariga gap bo'lishi mumkin emas. Chotki qilib remontdan chiqarib qo'yishibdi. Bu mehmonxona sifatida hol. Mehmonlar mana shu kutib olaverasizlar. Sharoitlarni ko'ryapsizlar. Mana shu mebellarni ham tashib ketamiz o'tdilar. Pul zarur bo'lib qopti. O'ng qo'limizda bo'lsa, ota-onalarga mo'ljallangan spalni, dustralar ilingan, remontlari ham o'zingizlar ko'ryapsizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mebellar hammasi yangi ekan. Bu xonamiz yonida bolajonlar xonasi, o'g'il bolalarga mo'ljallangan detskiy yotoqxona. Yotoqxonadan yerto'laga ham tushsak bo'lar ekan mana. Ko'ringlar. Xo'p. Mana endi chap tarafimizga o'tamiz. Chap tarafimizda to'g'rida mana shu zo'r sharoitdagi oshxona joylashgan. Qaranglar, nima deyapti mebellar ukalar. Shuni qo'chib berasizlar, yashaysizlar. Hech qanaqa rasxod yo'q. 79,000. Kelishadigan joy bor ekan. Chap qo'limizda sanuzilxona. Sanuzilxona kattaligini ko'rasizlarmi? Katta sanuzilxona. Kir mashinalar ham turaveradi. Bu tarafda saunasi ham bor ekan. Qaranglar bu. Shu uncha xonadon yo'q narsa yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga ham mana shunday zo'r xonadonlar nasib qilsin. Xonadonimiz aytib o'tganimdek, Jdanov Layli mahalladan o'tganinglardagi Yo'ldosh ota degan joyda joylashgan. Yangiyo'l tumaniga qaraydi ukalar. Sergeliga bir 7-8 kilometr uzoqlikda. Sergelining atrofida, endi bu yo'llar vaqt rivojlanib ketayotgan joylar. Bemalol aloqaga chiqaveraydi, kelishadigan joyi bor, egasi bilan to'g'ridan to'g'ri savdosini qilib ko'rasizlar.